Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bizda gilamlarga skidka berishni e'lon qildik. Skidka berishni boshladik desak ajab bo'lmaydi azizlar. Mana bu ko'rib turgan gilamlaringiz 800 ming so'mdan, agar 10 ta ishtirokchisidan 10 ta gilam sotilsa, 10 ta gilam sotilsa mana bu sovg'alar o'ynanadi azizlar. 10 ta gilamning ichidan birinchi o'ringa esa ko'rib turganingizdek mana bu televizor, manti qozon hamda mikroto'lqinli pech, ikkinchi o'ringa manti qozonlar to'plami, pilisos hamda Kukmara brendidan qozonlar azizlar. Uchinchi o'ringa ham xuddi shu variant Kukmara brendidan qozonlar azizlar. Sok chiqaradigan blender, komplet обязательный bu manti qozon. Uy ro'zg'or buyumlaringiz uchun, uy ro'zg'oringiz uchun kerakli mahsulot desak ajab bo'lmaydi azizlar. Bizga hoziroq murojaat qilib, bizning gilamlarimizdan xarid qilsangiz, siz azizlarga mana hozir men jonli efirda, promoy efirda turib gapiryapman. Obunachilar eshitib turmoqda. Bizda aldov, yolg'on yo'q. Hozir bizga murojaat qilib, mana shu gilamlarimizning narxlari 70 ming so'mdan 800 ming so'mgacha bitta kvadrati, bir kvadrati gilamni 70 ming so'mdan 800 ming so'mgacha davom etadi. Ayni vaqtda azizlar biz do'konimiz noldan ko'tarilayotgan brendligi uchun biz sovg'alarni 800 minglik gilam uchun biz 5 million so'mlik sovg'a qo'ydik. 10 ta odam gilam xarid qilsa, hozir bizga birinchi odam gilam olish uchun murojaat qilsa 20% skidka, ya'ni 1 millionlik gilamimiz 800 ming so'm hamda qolgan 10 ta odamning ichidan barabana aylantirib mana shunday sovg'alarni egalariga topshirib berishdi. So'z beramiz azizlar. Bemalol kelib gilamlarning sifatini, qulayligini, boshqa tamoyilliklarini ko'rishingiz mumkin. Gilamlarning sifati uyingizning remontiga moslab olishingiz mumkin. Uyingizning rangi ko'k, qizil, shunga o'xshash ranglar bo'lsa, bizda hammasidan bor. Eng asosiysi sak gilamlari. Turkiya firmasida ishlab chiqarilgan. Turkiyalik seriallarda ham ko'rsangiz, devorlarga gilamlar osib qo'yadi. Juda ham bir maftunkor, juda ham bir chiroyli, ko'rkini ochib turadi desak ajab bo'lmaydi azizlar. Har biringiz kelib murojaat qilishingiz, kelib ko'rishingiz mumkin. Bizning manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Ibrat muzeyi yonginasida joylashgan azizlar. Gilamlar bilan tanishtirib o'taman. Sak gilam firmasi juda ham bir dunyoga tanilgan gilam firmasi desak mubolag'a bo'lmaydi. Men jonli efirdaman. Birozdan so'ng yana sizlar bilan efir orqali gaplashaman. Yana sizlarga qiziqarli videolar tashlab boraman. Hozir esa gilamlarga bir ko'zingiz tashlab bir nazar soling. Ajab emas, juda ham yoqadi. Ko'nglingiz ko'tarsa, hoziroq kelib murojaat qilishingiz mumkin azizlar. Mana shu oyog'im ostida turgan gilamlarning narxi 3 ga 4 gilamlar tanlab olish imkoniyati bor 800 ming so'mdan. Mana bu esa dubayskiy gilamlar azizlar. Dubayskiy gilamlarga bir baho bering. Bu gilamlar nimasi bilan mashhur desangiz, bu gilamlar har bitta qadamingiz uchun o'zidan xushbo'y ifor chiqaradi azizlar. Shuni bilasizmi? O'zidan xushbo'y ifor chiqaradi. Va kelib mana shu sovg'alarga yana ko'zim tushyapti. Sovg'alar azizlar, bu sovg'alar juda ham sifatli. Qanday qilib bo'lmasin, sifatli. Azizlar, hozir mana shu bitta televizorni olaman desangiz ham 2,5 million so'm, 3 million so'mga xarid qilasiz. Ha, bizda 800 ming so'mlik gilam xarid qilib, mana shu televizorga ega bo'lish imkoniyati sizlarda mavjud. Nimani kutyapsiz? Hoziroq murojaat qiling. 88 kodi bilan 788 52 88. U abonentga tusha olmagan bo'lsangiz 99 kodi bilan 017 02 24 abonentda 24 soat aloqada azizlar. Sizlarni murojaatingizni biz kutamiz. Har qanday gilamlarning turi bo'lsa azizlar bizda mavjud. Xotirjam buyurtma qilib o'z fikringizni, savol javoblaringizni YouTube kanallarimizda joylab boraman. YouTube kanallarimizga qo'yib boraman. Bizda Instagram, TikTok hamda Telegram YouTube kanallarida kuzatib borishingiz mumkin. Biz noldan boshlanayotgan brendligimiz uchun, noldan qilayotganligimiz uchun azizlar bizda imkoniyatlar zo'r. Imkoniyatlar zo'r. Sifatga esa, gilamning sifatiga esa gap bo'lishi mumkin emas. Aldov yo'q. Gilamni yetkazib berilgandan so'ng sanab berasiz. O'sha xohlasangiz kartaga, xohlasangiz naqd pul berishingiz mumkin. Eng asosiysi Voydiy bo'ylab dastavkamiz bepul azizlar. Bemalol kelib ko'rishingiz mumkin. Yana bir bor manzilni tushuntirib o'taman. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Ibrat muzeyi yonida joylashgan.